kelayotgan bo'lasizlar, bu yerga kelib nima qilish yoki qilish kerak emas ekanligini to'g'ri analiz qilib olishinglar kerak. Sababi sizlar kelib bu yerda ortiqcha qiladigan xarajatinglar va qiladigan o'rinsiz ishlaringlar ancha minus olib keladi o'zingizlarga. Nimaga bu gaplarni aytyapman? To'g'risi Koreyaga kelgan bolalar o'ta ko'pchiligi keliblar pulini noto'g'ri sotib qo'yapti. Sababi men yangi telefon olaman, iPhone olaman, yo bo'lmasa aylangani boraman. Men o'zimga kipos kiyim olib kelgani boraman. Bugun bu kiyimimni kiydim, ertaga boshqasini kiyaman. Shunaqa g'alati logika bilan kelishadi bu yerga. Borib shu iPhone olsa, yangi kiyim olsa, video qo'ysa Instagramga yoki rasmga tushsa, maqtan sochlariga shu hayoli. Lekin bilishmaydi ular hozir kelgandan keyin nima bo'lishini. Kelib boringani olib kelgan pulingizni shuni ishlatish. Koreyaga til kursi bilan kelgan odam ko'p pul olib kelish kerak, to'g'ri, lekin noto'g'ri ishlatsa u pul uzoqqa yetmaydi. Mana sizlarga o'zim yangi kelganman, men ham misol uchun kelganimga 3 oy bo'ldi, lekin boshimdan o'tgan hamma narsani aytib beraman. Ko'pchilik akalar meni videoim noto'g'ri tushunadi. Hali bir ikkitasi komment yozib yuboribdi. "Hey, sizlar mazza qilib yuraveringlar, biz mayli yuraveramiz. Bormaymiz, mazza qilinglar sizlar" degan. Shu menga ularni Koreyaga kelish kelmasligining hech qizig'i yo'q-da, ochig'i. Kelsa kelaversin, kelmasa kelmasin. Xuddi meni gapim bilan nimadir o'zgarib qoladigan. Lekin shu narsalar bilishinglar kerak deb aytaman. Kelib turib unaqa noto'g'ri ortiqcha xarajatga bormanglar. Pulim tugab qolsa bitta ishlab qo'ysam bo'ldi deb yozib yuboribdi bittasi lekin. Sizga ish oson-da, shunday kelasizda, keldingizmi? Mana ishlang deb berib beradi. Yana kamera nima deydi? Siz o'tiring, pulingizni kech payt beramiz. Shunaqa-da, xayolingizda. Unaqa emas. Studentga anaqa qandaysa bo'ladi, topilish oson bo'lgan ish tekpay. Lekin oson deganda ham, hali shuni kelishiga tekpay ish bor, yur deb olib ketib qolmaydi. Unaqani ham vaqti bor. Birarda o'sha ish yo'q bo'lib qoladi. Hatto tekpay topish ham qiyin bo'lib qoladi. Qolgan ishlar misol uchun arbayt yoki nima deydi, faslda bo'ladi endi. Faslda qanaqa aytiladi? Faslli ishlarni sizlar kelishinglar bilan topa olmaysizlar. O'ta qiyin holatda.